Diqqat! Aholiga xushxabar. Pensionerlar mol-mulk va yer solig'idan ozod qilinishi haqida xabarlar tarqaldi. Tezda barcha O'zbekiston fuqarolari xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llab-quvvatlasin. Diqqat qiling, O'zbekistonda pensionerlar 60 kvadrat metr mol-mulk solig'idan ozod qilindi. Agar mulk, ya'ni uy-joy pensionerning nomida bo'lsa, yer solig'i to'liq to'lanadi. Mulk solig'i esa 60 kvadrat metrgacha bo'lgan hududga to'lanmaydi, qolgan hududga qisman to'laydi. Agar pensioner ko'p qavatli uyda yashasa, ko'p qavatli uyga yer solig'i shundoq ham to'lanmaydi. Uyning kvadrati 60 kvadrat metrgacha bo'lsa, mulk solig'i ham to'lanmaydi. Va shu tarzda pensioner yer va mulk solig'idan to'liq ozod qilingan bo'ladi. Agar sizga hisoblab berilgan mulk solig'i ichida sizga berilgan imtiyoz qo'llanilmagan bo'lsa, pensiya guvohnomasini soliq inspektoriga ko'rsatishingiz kerak. Shundan so'ng soliq inspektori soliq bazasiga kiritadi va sizga berilgan imtiyoz avtomatik ravishda o'z-o'zidan shakllanadi. Soliq bazasida sizga qo'llaniladigan imtiyoz shakllanganidan keyin hisob-kitob qilinib, pensiyaga chiqqaningizdan keyin mulk solig'i uchun to'liq to'lab qo'ygan pullaringiz qaytarib beriladi, deyiladi Soliq qo'mitasining xabarida.